bu videoda rus o'zbekni qul deyapti. Ты раб! Раб русских! В Узбекистане у тебя не нашел ничего! Сюда приехал, блядь! Qara, hozir rusni borib urish mumkin, lekin mohiyat qayerda? Ruslarda shunaqa tushuncha borligida. Va shu tushunchani kim shakllantirdi? O'zbeklar. Qanday ilm olmasdan? Tarix shuncha narsani o'rgatsa ham biz ilm olmaymiz. Vaqtida ruslar kirib bizni Buxoro amirligini bosib olishdi, kam sonli qo'shini bilan. Nima uchun? Ilm bilan, qurol bilan keldi. Bizanikilar yotib qo'rini qapaytirib faqat oshni yeyishdi. Shu uchun yutqazishdi. Hozir nima o'zgardi? Hamma pul yig'adi. Nima uchun? To'y qilish uchun. Ilm olish uchun emas, narsa kiyish uchun, o'zini ko'rsatish uchun. Biz o'zligimizni unutganmiz. Biz nomiga bilamiz ajdodlarimizni. Bizni Buxoriy, Ibn Sino ajdodimiz deymiz, lekin o'shalarga loyiqmizmi? Masalan, Dubayga ruslar mayning qilish uchun kirib keldi, lekin raqobatni shunaqa qilib berdim, chiqib ketdi bozorni tashlab. Chunki men kimligimni bilaman, ilm olganman. Men dunyoni любой istagan joydan inson bilan gapirib bilaman. Любой temaga. Chunki men ajdodlarim kimligini va